Assalomu alaykum akalar, yaxshimisizlar? Vohaga bo'lgan safarimiz davom etmoqda. Hozir qaytishimizda Jizzaxga do'stlikka keldik. Namangandan kecha darvozalarni bolalar chiqazib yuborishgan edi. Bu holatni nimaga videoga olyapman? Prosta respekt. Qaranglar, odamning mehnatini qadrlab, Prorab akamiz o'zlari boshchiligida chotki qilib darvozani avaylar mana yangi salafan bilan o'rab qo'yibdilar. Chang bo'lmasligi uchun, bolalarning mehnati uvol bo'lmasligi uchun. Premium klassdagi inomarka, o'sha trendni bermayotgan Samarqand fason restyling varianti, bu yoqda yangicha dizayn, unchuncha joyda videolarda ko'rmagan holatdagi darvozani hozir bu joyga o'rnatamiz. Qaranglar, ideal holatda ishlangan bolalarni ishlariga o'zingizlar ko'rgandan keyin xolis baho berib, yo'qsa bitta like bosib qo'yasizlar, ishimiz rivoji uchun tanish bilishlarga yuborib qo'ysanglar bo'ladi. Uyga prosta yorib yuborishgan gap bo'lishi mumkin emas. Video davomida hammasini ko'rib o'zingizlar baho berasizlar. Bu tomonga bitta darvoza, uyga bu tomoniga yana bitta darvoza qo'yamiz. Ikkala tomonda ikki xil dizaynda kurtoy variantda hozirgi kunda unchuncha joyda o'rnatilmaydigan darvozalar bu joyga qo'yiladi. Kuzatishni davom etinglar, darvoza ochamiz. Biz ishni boshladik.